Hadicha onamiz bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 25 yil yashashdi. 6 ta farzand ko'rishdi. 25 yildan 15 yilini nubuvatdan oldin. Ya'ni 15 yil payg'ambarlikka da'vo yashashdi. 10 yil payg'ambarlikda yashashdi. 25 yil yashadi. Butun tarixchi ulamolar aytadiki, shu 25 yil mobaynida Hadicha onamiz biror marta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning gapiga qarshi ish qilmagan ekan. Biror marta Rasulullohni g'azablantirmagan ekan. Biror marta dilini ortmagan ekan. Biror marta Rasulullohning oldida farzandlarini so'kmagan ekan. 25 yil katta muddat. Bu hammaga ham bo'la olmaydi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hadicha onamizni qattiq yaxshi ko'rardi. Boshqa ayollarni Madinada Rasulullohning dilini oritgan, xafa qilishgan, g'azablantirishgan. Bu haqida oyatlar tushgan. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinada ayollardan qattiq ranjiganligidan bir oy ularga yaqinlashmay qo'yadi. Undan so'ng ularni kechiradi, keyin yaqinlashadi. Lekin Hadicha onamiz 25 yil mobaynida Rasulullohga biror bir e'tiroz ham bildirmagan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shunaqangi hurmat qilardi, shunaqangi qattiq yaxshi ko'rardi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqangi vafodor ayolini vafot etgandan keyin ham eslab yurdi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinada bozordan qo'y olib, sotib olib, so'yib, uni taqsimlab, mana buni Hadichani falon dugonasiga olib borib beringlar. Mana buni Hadichani falon dugonasiga olib borib beringlar. Hadicha shu bilan aloqasi yaxshi edi deb turadi. Ya'ni bu vafodi eng katta cho'qqisi. Ya'ni o'zini eng suyukli ayolini o'lgandan keyin ham unutmayapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 9 ta ayol bilan birga yashagan, jamlagan. Lekin birinchi ayolini hech qachon unutmagan. Chunki Hadicha onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam doim eslardi, doim istig'for aytardi. Allohumma ig'fir laha. Ey Allohim, Hadichani o'zing gunohini kechir derdi. O'zing rahmatingga olgin deb duo qilardi. Allohning eng suyukli payg'ambari birinchi ko'rgan juft haloliga shunaqa bo'lgan. Hadicha roziyallohu anhu nimaga? Ana tarixchilar Hadichani siyratini aytganda, ma tazawwaja Rasululloh sollallohu alayhi vasallam alayha va la tasarra deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hadicha bilan 25 yil yashagan bo'lsa, Hadicha bilan yashagan paytda ustiga xotin olmagan va cho'rlar bilan yaqinlashmagan deydi. U paytda xotin olishlik oddiy bo'lgan. Ba'zi odamlarda 10 ta xotini bor edi, ba'zilarida 100 ta xotini bor edi, ba'zilarida 70 ta xotini bo'lgan arab johiliyatida. Joriyalar bilan cho'rilar bilan qo'shilishlik oddiy bo'lgan u paytda. Lekin Rasululloh sallam Hadicha onamiz davrida birorta xotinga ham uylanmagan, birorta cho'ri bilan ham yaqinlik qilmagan. Hadichadek xotini bor bo'lsa, hech kim uylanmaydi. Hadicha onamizdek Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunaqangi ehtirom qiladigan bo'lsa, farzandlarini, ular ham farzand ko'rgan, 6 ta bola boqqan. Rasulullohning oldida biror marta bolalarini so'kmagan ekan, biror marta haqoratlamagan ekan. Bu qayerdan? Biror marta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tergamagan ekan. Bu bizim musulmon ayollarimizga ham ibrat. Ba'zi ayollar xafa bo'lyapti, eri uylanib olsa. Ba'zilar hujjat keltirarkan, Hadicha onamiz bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yashaganda birinchi xotinning ustiga uylanmagan ekan. Sizlar ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xotini Hadichadek bo'linglar. Eringlarni shunaqa hurmat qilinglar. Sizlar ham eringlarning puliga xo'jayin bo'la olmanglar, eringlarning vaqtiga xo'jayin bo'la olmanglar. Shunda sizlarga ham eringlar shunaqangi vafodorlik qiladi. O'zi asli bizning dinimizda ruxsat bo'lgan, lekin Hadicha onamizning fazilatlaridan bittasi shunaqangi vafodor bo'lgan. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hadicha onamiz dunyodan o'tgandan keyin ham eslab yurardi.